Assalomu alaykum hurmatli hay'at a'zolari yoki tekshiruvchilar desak ham bo'ladi. Ushbu veb-saytimiz asosan konsepsiyasini aytib chiqadigan bo'lsam, konsepsiyasi nimadan iborat bo'ladi? Misol uchun bu veb-sayt shaxsan oilaviy biznes uchun yaratilgan veb-sayt hisoblanib, o'zimning oyimning kiyim-kechak do'konlari uchun yaratilgan hisoblanadi va qanaqa ishni amalga oshirib beradi. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek linki va linkda allaqachon Google da joylashtirilgan veb bemalol Yandex yoki Google orqali kirish mumkin. Nimani ko'rsatib bera oladi ushbu veb-sayt? Xo'p, eng avvalambor bu aytganimdek oyimning shaxsiy kiyim-kechak bizneslari uchun va ko'pchilik hozirgi kunda bizda muammo bo'ladigan telefonlarni olib kirib rasm ko'rsatib ushbu kiyimda yo'qmi deyishadi. Bu o'z navbatida sotuvchining ham, ya'ni bizning ham va xaridorning ham vaqtini olishga sabab bo'ladi. Shu veb-sayt orqali shunchaki rasm yuklash kirgandan so'ng rasm yuklashni bosib rasm yuklasak biron xil va rasm yuklangandan so'ng mana bu randomli rasm, albatta aytgancha bu asosiy interfeysi va 3 xil tili ham mavjud: o'zbekcha, ruscha, inglizcha. Inglizcha bilan ketadigan bo'lsak, rasm yukladik. Ism familiyasini yozadik. Behruz. Telefon raqamini yozish kerak. 95-226-03-09 bo'ladigan bo'lsa, bu ham o'zimning shaxsiy telefon raqamim va lokatsiyasini yozadigan bo'lsak, Samarqand, Toyloq tumani 473-uy. Bu nima uchun kerak bo'ladi? Albatta, agar dostavka xizmatini ham aytishadigan bo'lsa, dostavka xizmati ham mavjud bizning do'konimizda va dostavka orqali ushbu xonadonga yetkazib bera olamiz. Shunchaki agar dostavka o'z do'kondan kelib olib ketamiz deysa, kommentariy qismida yoki kommentariy yoki hikoya qismiga yozib qo'yishlari mumkin dostavka kerak yoki kerak emasligini. Va albatta, misol bu yerda ushbu kiyim menga yakshanba kunigacha juda ham zarur deb yozadigan bo'lsak, bu kichkina hikoya hisoblanadi. Kichkina hikoyada xuddi shunday yozadigan bo'lsak, bemalol qachon kerakligini yoki nima uchun kerakligini yoki dostavka kerak emasmi yoki kerakliligini yozish kerak bo'ladi. Misol uchun yetkazib berish shart bo'ldi. Shu asosiysi kommentariy qismidagi, qolgan hammasi tayyor va email adres ham mavjud, lekin email adresni qo'yish ixtiyoriy. Nimagaki? Chunki O'zbekiston hududida ko'pchilik email adres hali nima ekanligini unchalik ham bilishmaydi va shuning hisobiga ham biz email adresni ixtiyoriy qilib qo'yamiz. Xohlasa email adres orqali gaplashmoqchi bo'lsalar, bemalol qo'yishsa bo'ladi va biz ularga email adres orqali ham javob beramiz. Yorliq bo'ladi mana. Ya'ni o'zingizni stilingizni ulashing va bu yerda esa bizning community looks, ya'ni avvalgi odamlar tanlagan kiyimlari hozirgacha nechta narsa tanlanganligi bor. Bu yerda hozirgisi mana Behruz Subhonov nomer va lokatsiya. Undan tashqari ushbu botning shaxsiy bot ham ushbu veb-saytning shaxsiy boti ham mavjud bo'lib, xuddi ushbu narsa bizga, ya'ni meni Telegram kanalimga kiradi. Hozir ko'rsataman. Mana, nigina buchki bot. Ushbu veb-sayt dagi barcha ma'lumotlar, mana rasm keldi, qanaqa rasm ekanligini. Shu rasm o'rniga misol uchun qanaqadir look qo'yadigan bo'lsak, o'sha lookdagi rasm ham xuddi shu yerga keladi. Barcha ma'lumotlar, mana kommentariy qismi ham mavjud. Barcha ma'lumotlar keladi va ushbu SMS orqali biz o'sha odamga javob qaytara olishimiz ancha osonlashadi. Umumiy botimizning konsepsiyasi shu va hozirgacha ko'p emas, chunki yaratilganiga hali bir hafta ham bo'lmadi. Umumiy hisobda community'mizda 6 ta turli xil xabarlar kelgan, lekin 6 tasidan deyarli yarmi asosan chala-chulkash odamlarning shunchaki hazilomuz gaplariga o'xshaydi. Qolgan 3 tasi esa haqiqatan ham real inson tomonidan yuborilgan bo'lib, lookni tanlashgan. Hozir ko'rsatib o'taman. Bu meniki, bu undan oldin bilayman kim yuborgan. Mana bitta, ikkita, 3 ta. Qolganlari
shunchaki oddiy rasmlar. Umumiy hisobda 3 ta hozirgacha buyurtma olganmiz va 3 ta buyurtmadan ikkitasi allaqachon sotilgan. Bu degani ushbu veb-sayt allaqachon foyda qilishni boshlagan. E'tiboringiz uchun rahmat.